Mag'lubiyat qimmatga tushdi. Real bosh murabbiyni almashtirmoqda. Qirollik klubi Madriddagi mag'lubiyatni kechirmaydi. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Sport olami kanali. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi futbol yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Ushbu video roligimizga like bosing va bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Demak, bugungi dasturimizni boshladik. Qirollik klubi Madriddagi mag'lubiyatni kechirmaydi. Chempionlar Ligasining birinchi turida Real o'zidan ancha kuchsiz hisoblangan Shaxtyorga yutqazib qo'yganidan keyin Qirollik klubi rahbariyati Zinedin Zidan o'rniga boshqa nomzod qidira boshladi. Ayni paytda madridliklar fransiyalik mutaxassis o'rniga Mauricio Pochettino va Kastilyani shug'ullantirayotgan Raul Gonzales nomzodlarini ko'rib chiqmoqda. Pochettino Realni qabul qilish uchun uzoq muddatli shartnoma talab qilyapti. Agar bunga erisha olsa, jamoani tark etish to'g'ri kelib qolgan taqdirda ham bitim muddati tugagunicha maosh oladi. Real an'anasida esa ishdan ketgan murabbiyga shartnoma muddatidan qat'iy nazar ketgan mavsumning qolgan qismidagi maosh to'lab beriladi. Avvalroq klub rahbariyati Zinedin Zidan yaroqsiz deb baholab, jamoadan ketkazgan futbolchilari boshqa chempionatlarda muvaffaqiyatli o'ynab ketgani bo'yicha norozilik paydo bo'lgandi. Zerikib qolmasligingiz uchun sizlarga savol: Real Madrid klubi nechanchi yilda tashkil topgan? Ushbu savolga Real Madrid ashaddiy muxlislari o'ylanib ham o'tirmasdan javob berishadi. Demak, sizning javobingizni kommentariyada kutib qolaman. Biz esa davom etamiz. Serxio Ramos ikki super klubdan jiddiy taklif oldi. Zidan ishongan shogirdisiz qoladi. Joriy mavsum oxirida Real sardori Serxio Ramosning klub bilan amaldagi shartnomasi yakunlanadi. Qirollik klubi 34 yoshli futbolchi bilan hamkorlikni 1 yilga uzaytirish rejalashtirgan. Ramosning o'zi esa 2 yillik bitim kutyapti. Shu bois hali tomonlar bir to'xtamga kelganicha yo'q. Bu vaziyatdan Juventus va Paris Saint-Germain klublari unumli foydalanib qolishga harakat qilmoqda. Agar madridliklar Ramosni ushlab qola olmasa, u yangi jamoa tarkibiga erkin agent sifatida tekinga borib qo'shiladi. Ramos mudofaa vakili bo'lishiga qaramay, raqib darvozasiga gol urish bo'yicha rekordchi himoyachi hisoblanadi. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Serxio Ramos shanba kuni La Liga doirasida Barselona klubiga qarshi o'yinni o'tkazib yuborish haqida Ispaniya matbuot xabar bermoqda. Ramos haligacha jamoadoshlaridan alohida tartibda mashg'ulotlarda qatnashmoqda. Barselonaga qarshi o'yin esa 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Serxio Kadisga qarshi o'yinda jarohat olgandi. U kecha Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Shaxtyor klubiga qarshi o'yinni ham o'tkazib yuborgandi. Ronaldo'ni Barselonaga qarshi o'ynashga umid bormi? Turinning Juventus klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo koronavirus uchun qaytadan topshirgan testi ijobiy chiqqan bo'lishiga qaramay, portugaliyalik futbolchi Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Barselonaga qarshi maydonga tushish imkoniyatini saqlab qolgan deya xabar bermoqda AS nashri. Ronaldo maydonga tushish uchun o'yinga bir kun qolganida topshiradigan test natijasi salbiy chiqishi kerak. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.